Turgay! Cevonayni mag'rubirgacha qo'limga tushsang maydalaymi? Pufladim. Aylandim kuchli o'ylabman. Ginobja, ha bola qaytarib baka. Kerak bo'lsa o'zim qaytarib kel, tushundingmi? O'tdan yili yo'q, o'z kelsanlar bir urama tuzak bo'lmag'im ya. Sen menga lamassa qilyapsanmi? O'zim seni gazingni beraman, shoshmay tur. Shuni rasmchangni yasaymi? Mazzangni qo'chiraman. Matlab bu. Hamsiyangiz Jumanazar aka boku. Ana shu kecha o'xshab bu xonangizga bitta qizcha olib kelib, achom-achom qilyapti. Bekardasdan ush chiqmaydi u, Ishonmasangiz mana ko'rsataman. Mana rasmi. İnanmıyorum. Ne buradalayman men. Men chidolmaydim matlab bu. Urim. Men chidolmaydim. Kecha ayol ishni qilyapti. Urim. Ayoqda chiqsin. Urim matlab. Kurmaman sherga. Matlab bu. O'xsan ayol ishni qilyapti. Menga qara. Qishloqqa yana mana shunaqa ishlarni qilsang bo'lku. Vallahi keyinga chiqmayman. Jo'lim aka. Kurmaman sherga, tushundingmi? Vallahi. Hadi qo'y. Betberga. Sen Ginobjani razga shu qishloqda yo'qmadib, o'timni jumayva tanshaba qo'yaman. Bu ishlaring mahallamizga zo'r obro' olib keladi. O'zi Samarqand bo'yicha eng katta zavodda endi bu to'g'rimi? Bizning Vibrapress zavodimiz O'zbekiston bo'yicha eng yirik zavodlardan biri. Nimagaki, bizda eng oxirgi texnologiyalar, 50 dan ortiq texnikalar hamda katta hajmdagi beton zavodi mavjud. Eng asosiysi, sizning buyurtmangizni biz bir kun ichida tayyorlab bera olamiz. Plitalardan tashqari bizda 400 markagacha bo'lgan suyuq betonlarimiz mavjud. Siz xohlagan hajmda hamda Samarqandning xohlagan nuqtasigacha yetkazib bera olamiz. Mana bag'i zo'r bo'pti. O'rak bu. Qishloqdagi mayda Ginobja bo'lku. Meni o'tirtirib tamsala gizgizlan marg'im deb o'tirtirib yotdi-da meni. Rais bu. Ya sen nima shunchakalik qilyapsan? Rais bu, asab ishonmaysiz. Sizni beda poyangizga Jumaga bo'lma yuribdi, mana. Bo'laga qilib yuradi. Vallahi bu. Ve burgacha, to'g'ri to'dala. Onam nimaga san bu bo'ychani urganingni binningdan chiqara olaman, qarab tur. Juma aka, eslaysizmi? Jo'rabek akam sizni siydan cho'rib qo'rqituvdi. Ha, qo'rqituvdi. Qaroqchi, qas qiyomatga qolmaydi. Borib alamingizni olamiz. Davay. Burchakdagi bochka boku. Ana shuni ichga kira olasiz. Men Jo'rabek akamni jo'nataman, fa deb qo'rqitasiz. Buyur uka. Bo'ling. Mana shu musorda bochkani ichga to'kib kelaykan, usta bu aytdilar. Ani usta aytdilarmi? Aniq, menga ishonmaysizmi? Nima qilyapti? Aka, ular agar bilmagan edim, menga maydacha aytdi. Ular nima Ginobjani o'z markasini ko'chiraman. Ay, nimadan qo'shiraman seni qarab. Aka, qo'ying, keyin chiqmayman, kechiring. Ana nechega ertalab ketib tushundingmi? Hasan buvichi, tushsam mazangni qo'chiraman. Yana shu kimshakcha shuntakalik qilyaptimi? Qo'limga dedim, musul boshga kirib, ustiga musul to'kib o'tibdi-da. Nima kirasan musul boshkaga? Qayerga kiring deganiga kirarman, qayerdan bilaman dera? Sen ham kesakda, ha? Qayga qarasang shu qo'shiqcha jonga tegib ketdi borku. Mana sizlardan ham aytibdi-ku, uyga borsam yo'qlar, radiodan ham eshitib ketaman. Mana she'rga kelib ketdi. O'zi bilasanmi, yemagan qo'shiq. Umuman yoqmaydi menga. Uni Bobur Mansurovni o'qigan. Durdona ham oldi bilingmi? Yo'q, Ha. Mana bunday chalaqib yotdi. Bolalar, ustamisizlar? Ha, biz usta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Tinchlikmi? Tirigi bor, nima deda?
tinchlikmi? Siz anu sanami o'qsana. O'sha qo'ying. Bitta shu qo'shig'ingizni aytib bering. Sal ishim zarurroq. Bitta mashinani ko'rib beringlar. Yurakdan muxlis, boshqacha muxlis biza. Aka, zavodga 4 burchak muxlis bizlar sizga. To'g'richak. Ha. Unaqada shu qo'shiqni mashinada qo'yib beraman. Bo'ladimi? Mayli. سنم آخ سنم ماهی توانی شیرمانی سنم آخ سنم آخ سنم ماهی توانی شیرمانی سنم Bolalar bo'ldimi? Bo'ldi qilinglar iltimos. Mashinamni Oğlum ko'rib aka, bitta trendagi qo'shig'ingizni aytib bering. Qaysini yana? Ha, to'g'ri. Allohga mu'min deb aytasiz-ku, ana shuni ayting. Nima? Ha bular kissak. آخ سنم آخ سنم